Qizimning og'ziga ona sutidan boshqa hech nima kirmagan. Ha, mana bu savol juda ham ko'p kelyapti. Hammaga bitta qilib javob bermoqchiman. Qizim 7-da 2 oylik bo'ladi va shu kungacha umuman ona sutidan tashqari og'ziga hech nima kirmagan. Hech qanaqa bobotiklar, ukrop suvi, espumizan va hokazolar va albatta smes ham bermagan. Bu mening ikkinchi farzandim. Ikkinchi farzandimni ham to'laqonli ona sutida katta qilyapman. Va menda sut yetarlicha emas deydigan onalar uchun bitta tavsiyam bor. Ko'krak uchingiz katta yoki kichkinaligiga qaramasdan, uchi bormi yoki yo'qmi, vazningiz ko'pmi yoki kammi, ovqat yeysizmi yo'qmi, suv ichasizmi yo'qmi, sizni onangiz emizganmi yo'qmi, hamma faktorlar bir tiyin. Hatto to'g'ri emizyapsizmi, noto'g'ri emizyapsizmi, bolangiz og'zini katta ochyaptimi yoki-da yo'qmi, hammasi bekor bo'ladi agar sizda o'zingizga nisbatan ishonch bo'lmasa. Birinchi farzandimni mutlaqo noto'g'ri emizganman. Vobshim hozirgi kunda orqaga qarasam millionta xato qilganimni tushunaman. Lekin 100% o'zimda ishonchim kuchli bo'lgani uchun har oy kilo vazn yig'gan. Konsultatsiyalarim jarayonlarida ham shunga amin bo'lganmanki, agar onaning o'ziga nisbatan ishonchi kuchli bo'lsa, ona sutida hech qanaqa muammo bo'lmaydi, emizishlari ham chotki bo'ladi. Doimiy ravishda sutim yetyaptimi, yo'qmi, bolam vazn yig'yaptimi, yo'qmi, emayaptimi, yo'qmi, yutyaptimi, yo'qmi deb siqilib o'ylayversangiz, albatta sutingiz kamayib ketaveradi. Shuning uchun sizga eng muhim tavsiyam o'zingizga bo'lgan ishonchingiz hech qachon kamaymasin. Alloh sizga farzand berdimi, uni katta qilish uchun ham ona sutini beradi.